Ta'lim akademiyamiz qariyb 3 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda va bu vaqt mobaynida 2000 dan ziyod yoshlar IT sohasi bo'yicha ta'lim oldi. O'tgan yilning iyul oyidan boshlab bu yilning sentyabr oyiga qadar ta'lim muassasamizni bitirgan 300 dan ziyod yoshlar xalqaro IT sertifikatlariga ega bo'lishdi. Ishga kirishda hamda munosib daromadli ish topishda aynan IT sertifikatlarining roli beqiyos. 2025-yilning sentyabr oyigacha kursda o'qidim. Project Management kursida va sentyabr oyida CompTIAni xalqaro Project Plus imtihonini topshirdim va sertifikatga bo'ldim. Ta'lim akademiyamizda eng talabgor sertifikatlarning birinchi o'rnini aytish mumkin bu CompTIA sertifikati. Toshkent ta'lim akademiyasi xalqaro CompTIA tashkiloti bilan rasmiy hamkorlik, ya'ni Educational Partnership o'rnatgan. Ya'ni bugungi kunda ta'lim akademiyasida tashkil etilgan kurslarning hammasi rasman CompTIAni dasturlari bo'yicha olib boriladi. Ismim Aziz, Toshkent ta'lim akademiyasida loyiha boshqaruv yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Hozirgacha bir nechta xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritdim, jumladan Coursera va CompTIA sertifikatlarini misol sifatida keltirishim mumkin. 6 oy davomida bo'lib o'tgan kursimiz xarajatlari va kurs oxiridagi imtihon xarajatlarimiz umumiy 18 million tashkil qilgandi. Bu xalqaro sertifikat sizga shunaqa imkoniyat beradiki, siz nafaqat mahalliy xalqaro kompaniyalarda, balki xalqaro kompaniyalarda ham bemalol ishlay olasiz. Bu sizga shunaqa qulaylik beradi. Assalomu alaykum. Men ismim Yerjanov Shohrux. Men Toshkent ta'lim akademiyasi nodavlat ta'lim muassasasi rahbariman. Ta'lim muassasamiz qariyb 3 yildan buyon faoliyat olib bormoqda va hozirgi kunda 10 dan ziyod kasblar, shuningdek, axborot texnologiya sohasi bo'yicha ham ta'lim berib kelmoqda. Ta'lim akademiyamizda bugungi kunda axborot texnologiya sohasining o'zida eng quyidan tortib professionalgacha bo'lgan jarayonlarda kurslarimiz bor. Assalomu alaykum. Ismim Gulnarxon, familiyam Sobirjonova. Hozirda Westminster xalqaro universitetining 2-kurs talabasiman. Yoshim 18 da. Toshkent ta'lim akademiyasida 2025-yilning may oyidan sentyabr oyigacha Project Management, ya'ni loyiha boshqaruvi yo'nalishi bo'yicha tahsil oldim. Loyiha boshqaruvi o'zi bu juda ham katta yo'nalish. Siz loyihani noldan boshqarishda o'rganasiz. Unga vision, mission qo'yishni, nimalarga erishish kerak bu loyiha, nimalar qilish kerak, o'shandan boshlab risk management, budgeting, ya'ni pullarni moliyaviy tahlil qilish, nima kerak bo'ladi, odamlar bilan qanaqa ishlash, bu hamma narsani o'rganib, oxirida loyihani tugatishgacha, ya'ni uni muvaffaqiyatli olib borishgacha o'rgandik. O'tgan yilning iyul oyidan boshlab bu yilning sentyabr oyiga qadar ta'lim muassasamizni bitirgan 300 dan ziyod yoshlar xalqaro IT sertifikatlariga ega bo'lishdi. Xalqaro IT sertifikatlar avvalo nima uchun kerakligi haqida to'xtalsak, bugungi kunda mehnat bozori juda talabchan, birgina til bilishning o'zi yetarli emas. Aynan shuning uchun biz xalqaro IT sertifikatlar bo'yicha tayyorlashni yo'lga qo'ydik. Ya'ni IT sohasini bilasiz, uning chegarasi yo'q. O'zbekiston o'zi turib ham xohlasa Yevropa bilan, xohlasa AQSh bilan, boshqa davlatlar bilan frilanserlik asosida faoliyat olib borishlari mumkin. Ishga kirishda hamda munosib daromadli ish topishda aynan IT sertifikatlarining roli beqiyos. Bu bo'yicha yurtboshimiz yaratib bergan sharoitlar ham bizga juda katta turtki bo'ldi. Misol uchun 2024-yilda imzolangan Vazirlar Mahkamasining 95-sonli qarori asosida xalqaro IT sertifikatlarini olish va uni o'qish xarajatlarining bir qismi qoplab beriladi. Ya'ni til sertifikati mavjud bo'lmasa 60% gacha, til sertifikati bor bo'lgan yoshlarning 100% gacha bo'lgan xarajatlari raqamli texnologiya vazirligi tomonidan qoplab berilmoqda hozirgi kunda. 2025-yilning sentyabr oyigacha kursda o'qidim. Project Management kursida va sentyabr oyida CompTIAni xalqaro Project Plus imtihonini topshirdim va sertifikatga bo'ldim. Imtihon o'rgangan narsalarimizdan bo'ldi. 6 oy ichida ham nazariy, ham amaliy ko'nikmalarni shakllantirib, hammasini o'rganganimiz uchun imtihon qiyinchilik tug'dirmadi uncha. O'zimda IELTS sertifikati bo'lgani uchun IELTS yetarli sertifikatim bor. Shuning uchun davlat tomonidan 100% kompensatsiyaga ega bo'ldim. 6 oy davomida bo'lib o'tgan kursimiz xarajatlari va kurs oxiridagi imtihon xarajatlarimiz umumiy 18 million tashkil qilgandi va shartnoma bo'yicha buni o'zimiz avval to'lab turdik. Kursni muvaffaqiyatli tugatgandan keyin, ekzaminni, imtihonni topshirgandan keyin hamma shartnomamiz, ma'lumotnomalarimiz va sertifikatimizni MyGov'dan shunaqa IT sertifikatlari bo'yicha o'qish va imtihon xarajatlarini qaytarib berish, kompensatsiya degan bo'limi bor, ishdan ariza berdik va davlat qaytarib berdi shuncha pul. Bu yoshlarimizga o'qishiga hamda yetuk mutaxassis bo'lib tayyorlanishiga juda katta yordam bermoqda.
Misol uchun sharoiti yo'q fuqaro ham bizga kelib, o'qib, 6-7 oy davomida juda qimmat kurslarni o'qib, deyarli bepul o'qish imkoniga ega bo'lmoqda. Bizni bitirgan xalqaro IT sertifikatlarining statistikasini olib qarasak, 90% dan oshiq yoshlar hali o'qishni bitirmasdan yoki o'qishni bitirgan zahoti xalqaro kompaniyaga kirganlar ham bor. Yoki bo'lmasa mahalliy bozorda juda talash, eng kamida shu 500-600 dollardan boshlab daromad ko'rmoqda shu kunlarda. Ta'lim akademiyamizda eng talabgor sertifikatlarning birinchi o'rinda aytishim mumkin bu CompTIA sertifikati. Toshkent ta'lim akademiyasi xalqaro CompTIA tashkiloti bilan rasmiy hamkorlik, ya'ni Educational Partnership o'rnatgan. Ya'ni bugungi kunda ta'lim akademiyasida tashkil etilgan kurslarning hammasi rasman CompTIAning dasturlari bo'yicha olib boriladi. Bu qanday sertifikatlar? Eng ko'p talab kirib o'tdi hozir Project Management, ya'ni loyiha boshqaruv sertifikati. Ya'ni IT jamoani boshqarish, loyihalarni boshqarish sertifikati bugungi kunda juda dolzarb hisoblanadi. Hamda hozirgi kunda 30 dan ziyod yoshlar aynan Project Management bo'yicha sertifikat olishgan, Project Plus sertifikatini. Bundan keyingi o'rindagi sertifikatni aytishimiz mumkin. Bu Google sertifikatlari. Google sertifikatlari, ya'ni Google Cloud sertifikati ayniqsa juda mashhur bo'lmoqda. Xabaringiz bor, shu ayniqsa Google sertifikatini olgandan keyin Google Career dasturida ishtirok etish mumkin. Ularga xalqaro bozorda ish topish yoki LinkedInga qo'ygan holda o'zini portfolyolarni ularga IT sohasida frilanserlik ish topish juda osonlashadi. Ayni shuning uchun so'nggi yillarda Google sertifikatlariga talab juda oshib ketdi ta'lim akademiyamizda. Hamda bundan keyingi o'rinda sertifikatlarni aytishimiz mumkin. Scrum sertifikati bo'lyapti, ya'ni Scrum, Agile, bu ham boshqaruv sertifikatlari, IT jamoani to'g'ri yo'lga qo'yish, jarayonlarni olib borish bo'yicha sertifikatlar. Bundan tashqari JS Institute degan sertifikat bor, JS, GCI, GCA degan sertifikatlar bor. Aynan JavaScript sertifikatlari yoki PSAP degan sertifikatlar bor. Bu Python instituti tomonidan taqdim etiluvchi Python dasturlash tilining mukammal sertifikatlari bo'lib, ana shu bo'yicha ham ta'lim akademiyamizda hozirda kadrlar tayyorlanib kelmoqda. Ismim Aziz, Toshkent ta'lim akademiyasida loyiha boshqaruv yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Hozirgacha bir nechta xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritdim, jumladan Coursera va CompTIA sertifikatlarini misol sifatida keltirishim mumkin. Hozirda loyiha boshqaruvining ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, tobora o'sib bormoqda deb bemalol ayta olamiz. Ayniqsa O'zbekistonda davlat tomonidan xususiylashtirishning kengayayotganligini va bundan tashqari jahon miqyosida ham aynan shu sohaga talabni o'sib borayotganligi hisobiga bu sertifikatni o'rni, obro'si va ahamiyati tobora o'sib kengayib bormoqda. Kursda biz o'quvchilar bilan birgalikda loyihalarni to'g'ri boshlash, rejalashtirish, moliyaviy tomondan loyihalarni to'g'ri nazorat qilish, loyihadagi risklarni oldini olish va risklar bilan to'g'ri ishlash va bundan tashqari loyihani to'g'ri yakunlash haqida darslarni ham nazariy, ham amaliy ko'rinishda olib boramiz. Kurs yakunida o'quvchilar nafaqat xalqaro sertifikat bo'yicha imtihon topshirishadi, bundan tashqari darsning o'zida ham har bir o'quvchilar guruh bo'lgan holatda loyihalar bo'yicha ishlab, o'zlari tanlagan yo'nalishda loyihalarni ishlab chiqib topshirishadi. Ta'lim akademiyamiz bugungi kunda bir qator vazirlik va idoralar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Misol uchun eng avvalambor raqamli texnologiya vaziri bilan birga amalga oshgan hamkorlikni aytib o'tsam, agar til sertifikatiga ega bo'lgan yoshlar bugungi kunda o'qish xarajatlarining u 7 oy bo'ladimi, 8 oy bo'ladimi, to'liq 100% hajmda ham o'qish xarajatlarini, ham imtihon xarajatlarini qoplab olmoqda. Bundan tashqari, ta'lim akademiyamiz Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi hamda yoshlar agentligi bilan hamkorlik yo'lga qo'ygan. Ya'ni agar u maktab o'quvchisi bo'ladimi yoki maktab bitirgan bo'ladimi, kambag'al oila reyestriga kirgan bo'lsa, bizda ham mutlaqo bepulga o'qish mumkin. Bu qanday o'qitamiz? Dasturlashni noldan boshlab o'qitib, to professional darajaga yetguncha bo'lgan muddatga kadrlarni tayyorlaymiz. Ular ham xalqaro sertifikatga o'qishi mumkin. Yoki bo'lmasam, u reyestrda bo'lmasa ham oddiy ishsiz fuqaro bo'lishi mumkin. Ishsiz fuqarolar ham bugungi kunda qisqa muddatli kurslarimizda tayyorlanib, hamda bizning sertifikatimiz asosida bandlik bo'limiga yuborilmoqda, hamda u yerdagi bo'sh vakant o'rinlarga ishga joylashtirilmoqda. Ta'lim akademiyamizning sharoitlari juda ham ajoyib. Bir vaqtning o'zida 500 ta o'quvchini qamrab ola oladi. Biz Toshkent shahridagi Mendeleyev universiteti bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Bu ular tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlar hamda kompyuter jihozlari orqali bir vaqtning o'zida IT sohasida 200 dan ziyod fuqarolarga ta'lim bera olamiz. Ta'lim muassasamizda bugungi kunda bir qator kurslar yo'lga qo'yilgan bo'lib, maktab o'quvchilari uchun hamda axborot texnologiyani endi boshlayotganlar uchun axborot texnologiya asoslari kursi, kompyuter sohasini texnik tomondan o'rganmoqchi bo'lganlar uchun kompyuter texnikasi montajchisi kurslari, Python va JavaScript bo'yicha dasturlash kurslari, hamda sal murakkabroq bo'lgandan keyin cloud asoslari, ya'ni Bluetooth texnologiya asoslari, ya'ni bilyapsiz, bugungi kunda O'zbekistonga juda katta hajmda investitsiya kirib kelmoqda, aynan data markazlar, Bluetooth texnologiya sohasida.
aynan biz ham aynan shu bo'yicha kadrlarni tayyorlashni yo'lga qo'yganmiz hamda JavaScript Python bo'yicha dasturlash kurslari, kiber xavfsizlik kurslari yo'lga qo'yilgan hamda eng talabgor kursimiz loyiha boshqaruv kursi. Loyiha boshqaruv kurslari bo'yicha ham juda ko'p yo'nalishlar yo'lga qo'yilgan. Aynan bugungi kunda yoshlar shu axborot texnologiya sohalarini, cloud sohasini hamda loyiha boshqaruv sohasini ham bepul o'rganish imkoniyatlariga ega. Ta'lim akademiyamiz qariyb 3 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda va bu vaqt mobaynida 2000 dan ziyod yoshlar IT sohasi bo'yicha ta'lim oldi va ulardan 500 nafardan ortig'i xalqaro miqyosda tan olingan IT sertifikatlariga ega bo'lishdi va ularning ish bilan ta'minlanishi ham juda yuqori natija bo'lib, bitirgan o'quvchilarning qariyb 90% yaqini ish bilan ta'minlandi. Bu xalqaro sertifikat sizga shunaqa imkoniyat beradiki, siz nafaqat mahalliy har xil kompaniyalarda, balki xalqaro kompaniyalarda ham bemalol ish olasiz. Bu sizga shunaqa qulaylik beradi. Ham til bilganim uchun nasib qilsa men xalqaro kompaniyalarda shunaqa birinchi stajirovka orqali joylashib, keyinchalik yaxshi joylarda ishlashni niyat qilganman.